Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Biz navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham faqat gazda ishlaydigan Germaniya mahsuloti Wayland koteldan o'rnatib berdik. Bu mana 22 talik kotel, mis trubkali, ichiga o'sha turbo rejimlar o'rnatilgan, o'sha polniy usilinni qilingan kotelimiz. Buni oldingi koteli mana bunaqa kotel bo'lgan. Gazda ishlaydigan kotellar buni o'sha o'rniga mana bunaqa o'sha germanskiy koteldan qo'yib berdik. Bu yerda oldin o'sha montaj qilingan hisobiga, montaj bo'lgan hisobiga faqat liniya yangilangan xolos. Radiatorlar o'sha o'zining holati yaxshiligi uchun o'zini qoldirganmiz bu yerda. Montajlarimizni ozgina bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, mana podacha, obratka, bu yoq to'ldiradiganimiz va mana filtrlargacha qo'yib ketilgan. Chiroyli tarzda montaj qilib berganmiz. Asosiysi mana polni tagidan ketgan montajimiz. Liniya yangilab berilgan. Kotelimiz mana ispitaniyadan o'tyapti, xudo xolasa. Hozir yoqildi. Yaqinda 4-skorda ishlayapti. 46 gradusga olib chiqqan, o'sha hozirgi o'sha 0 dan 46 gradusga olib chiqdi hozircha. Xudo xolasa gazi yaxshi joylarda ish beraveradigan kotelimiz. Xonadonimizga o'rnatilgan radiatorlarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu radiatorimiz yangi bo'lgan. Bunisi sal o'sha talabga javob bermagani uchun bunisini yangilab berganmiz. Mana o'sha ispitaniya ketyapti. Issiqlik kelgan, xudo xolasa ish berishidan cho'chimaymiz. Bu yerda o'sha asosan 3 ta radiatorni yangilab berganmiz. Talabga javob bermagani uchun. Almashmagan radiatorimizda mana mehmonxonadagi qoldi. Bu o'sha talabga javob bergan, talabga javob beradigan holati yaxshiligi uchun buni qoldirganmiz. Bu o'sha oldingi eski radiatorlardan. Mana bu yerlarga ham issiqlik yetib kelgan, xudo xolasa ishlashlari yaxshi. Mana o'sha asosiysi bu yerda aytganimizdek liniya yangilangan. Bularning hammasi o'sha polni tagidan kelgan. Koridorimizda yana o'sha eski radiatordan qoldirganmiz. Bu ham holati yaxshiligini hisobiga almashtirilmagan. Bu yerda ham mana montajda o'sha polni tagidan olib kelib, chiroyli tarzda qilib berganmiz. Kotelimiz yonganiga hech qancha bo'lmadi. Shu bir taxminan bir 7 minutlar atrofida bo'ldi. Hali videoni boshlaganimizda 46 gradusga olib chiqqan edi. Hozir o'sha mana 53 gradusga olib chiqdi. Mana necha barda ishlayotganlarini ko'rsatib turadi. Xudo xolasa chiroyli ish beraveradigan kotelimiz. Bu yerda gaz borligini hisobiga o'sha gazda ishlaydigan kotel o'rnatib berilgan. Gaz yo'q joylarga o'sha kanalimizni kuzatib borayotganlar, e'tibor berayotganlar ko'rayotgan bo'lsalaring, o'sha ko'mirda ishlaydigan bakli koteldan o'rnatib berib yuribmiz. Xudo xolasa isitish tizimi bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Hozircha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib beraveramiz. Kotel asosiysi kotelning ishlashi jim, ortiqcha shovqin shumi yo'q, chiroyli tarzda ishlaydigan kotelimiz.